sizda zaharli zobingiz bor. Zaharli zob degani Qozog'iston bez gormonlari normadan ko'ra ko'proq ishlab chiqaryapti. Shuni hisobiga sizga qo'llaringiz qaltirashlar, ozib ketishlaringiz, yuragingiz tez urishlar, hammasi shunga bog'liq bo'ladi. Hozir mana bu gormonlaringiz juda baland. Tushundingizmi? Hozir sizga licheni yozib beraman. Faqat kelib ko'rinib turishingiz kerak. O'z vaqtida lichenini olib turishingiz kerak. O'z vaqtida kelib analizni topshirib, bizga kelib ko'rinib turishingiz kerak. Qarang, uzoq yo'llarga yurishdan qo'rqaman. Birov bilan o'tirib gurum qilishdan qo'rqaman qandaydir. Oddiy qilib aytganda hayotdan qo'rqib qolganman. Nimadan qo'rqasiz? Kechqurun yoki kunduz kun? Ko'pincha shom paytida bo'ladi. Shomda, Qarang, odamlardan qo'rqasizmi yoki o'zingizga vahima keladimi? Vahima keladi. Hech kimdan qo'rqmayman. Insondan boshqa. Badanaringiz qaltirab ketaveradimi? Shunday. Badanarim uchib, dirillab, oyoqlarimda kuch bo'lmay, kallam tebranib. Oldinlarni o'qib bo'lmaganmidi biror marta? Oldindan o'tkazganman. O'tkazganman oldindan bir marta shunday. Shunday ishda mazza qilganimdan keyin yaxshi ketganmidingiz oldin? Shu Yudofol yozgansiz, keyin yana nimalardir yozgansiz, sizdan licheni olganman-da. Shundan keyin yana qaytib kelmaganman-da. Bir ikki marta kelganman. Shu Abdullayev bilan kelganman-da. Yaxshi bo'lib ketgandan keyin, kelmay qo'yganman. O'zingiz yaxshi his qilganingizdan keyin qayta ko'rikka kelmagansiz, to'g'rimi? Shunday. Shuning uchun yaxshi bo'ldingizmi opa? Aytamiz, har 3 oyda 6 oyda endokrinolog nazoratidan bo'lib turishingiz kerak. Agar mana birinchi marta kelganingizda bizda lichen olgan ekansiz, yaxshi bo'lgan ekansiz-ku. Yana kelib ko'rinib turganingizda biz gormonlaringizni dozasiga qarab, yana tavsiyalar berib turgan bo'lardik. Tabletka bilan yaxshi bo'lib ketasiz. Qarang, Yudofol, Yudomarin bilan nimalar umuman kerak emas. Sizga mumkin emas ular. Menga-da naborot shikoyatingizni sizni ko'paytiradi.